kashka sharfi bilan qanaqa qilib ro'molni o'rashni o'rgataman. Juda ham ko'pchilik mendan so'rashadi. Qanaqa qilib o'raysizda? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'zingizlar bilib olasizlar. Bizga bitta kashka sharf kerak bo'ladi. Kattagina qizlarjonlar, mana ko'rishinglar mumkin. И plus bitta shunaqa chiroyli bo'lgan shapka, ya'ni bo'yinli shapka. Hamma yog'inglar yopib turgan bo'lishi kerak. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Hozir endi sizlarga o'rgataman. Shundoq bir tomonni olasizlar, o'zingizlarga qarab tashlab olasizlar. Mana. Sal qishaytirib olasizlar. Ikkagin bo'tga bitta bulavka qadaymiz qizlar, oddiy mana kichkinagina. Mana bu uchiga mana. Mana buni ham atiga qadavamiz, чтобы tushib ketib, mana sirpanib ketmasligi uchun. Mana qizlar. Ikkagin bu tomonini bu yon boshingizga tashlaysizlar. Mana qizlarjonlar. Bo'tga ham bitta bulavka qadaymiz, sirpanib tushib ketmasligi uchun. Yana bitta bulavka. Mana qizlar, tayyor, sizlarga juda ham yengil, eng oson usuli orqalari mana shunaqa to'kilib turadi. Mana qizlar, oldinglar shunaqa chiroyli bo'lib, kacheli bo'lib turadi. Usuli juda ham oson. Buni faqat kashkadan emas,